Bugun admissions, ya'ni qabul xodimlari e'tibor beradigan ko'rinmas ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Hozir hamma aqlli, hammada IELTS, SAT baland ballari bor, lekin universitet uchun eng qiyini kim aslida o'qishga kelishini bilish. Buni aniqlash uchun esa ular sizning digital footprint, ya'ni raqamli izlaringizni yig'ishadi. Tasavvur qiling, ikkita bir xil o'quvchi bor, baholari bir xil, lekin birinchisi universitet saytida ko'proq vaqt o'tkazgan, kelgan emaillarni doim ochib o'qigan va universitet tashkil qilgan vebinarlarda qatnashib kelgan. Ikkinchisi esa faqat hujjat topshirishdan 2 hafta oldin ro'yxatdan o'tgan. Bunday holatda admissions xodimi kimni tanlaydi? Albatta birinchisi, chunki uning qiziqishi samimiy va ishonchli hisoblanadi. Lekin ehtiyot bo'ling, bu qiziqishlar sun'iy bo'lib qolmasligi kerak. Universitetlar sizning har bir klikingiz, ya'ni qaysi link orqali qaysi pejni tekshirayotganingizni ko'rib turadi va bu narsa doim sifatli bo'lishi kerak. Xulosa shuki, universitet tanlashni oxirgi 11-sinfga qoldirmang. Hozirdan o'zingizga yoqqan universitetlar ro'yxatini tuzib, ular bilan mail orqali muloqot qilishni boshlang. Bu sizning qabul qilish imkoniyatingizni keskin oshiradi. Sizchi qaysi universitetlardan muntazam email olyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring.